voy bo'ldi birata yo'taldilar aksirdilarmi xudo xolasa avatar mashinasini ochgani keldi avatar ko'ramiz mashinami ko'rgan ekan mashina o'zi kerak adashmagan bo'lsa yo'lni ko'rsa yo'lni ko'rsa odamga yo'lni konkretni bu Zaporojye degan yo'l ekan bitta mashina ko'rib olaylik qizil ochgansiz-ku? ha xuddi o'sha cho'ntagini oldida buniki oldida ekanda mashina yuramiz endi xudo xolasa 24 berib trezi qilib yuboraymi aka nima deysan ha aka ochilish kerak ozgina vaqtdan keyin o'rni tutib voy bo'ldi birata yo'taldilar aksirdilarmi ikkalasi bittada kelib qolgan. qanday ekan bu qo'rqitib yubordilar 100% qo'rqitib yubordilar bu yonlaridagi bo'lib ketsa bor ko'rizim ko'rmayapti bor doktor kimga qaragan срочный спичка keltirmasa asabi shogirdlarda shunaqa narsalar bor qattiq bo'ldi o'sha mashalloh ochildi uka Allohning izniga bilan ochdik uka birada mani yomon chalg'itdingiz bor boshida chapga o'ngga desiz aytdim shuncha sim yasagani bir tiyinmi dedimda xudo xolasa mana bismillohni boshlagan ishimiz har doim o'xshagan endi bu mashinani akkumulyatori o'tirib qolgan endi через salon ketamiz oilamiz aka yo'q o'tolmay olsam tushib oladi spishga tushdik Toshkent anaqa baxtiyor olib xudo xolasa ochildi xudo xolasa ne qilamiz bo'shab ketgan ekan-a ha ko'rasizlar ustalarga kirgan bitta ko'rsatgan berib turibsiz ustalarga kirganidan qara remont bo'lganda to'g'ri uzib qo'yishadi lekin qaranglar bo'shab yotibdi mana shu ham pamix beradi lekin ko'p marta shunaqa bo'lgan bizlarning holatlarda shunaqa qilganda ochilmay qolgan mashina o'ziga keldi bizlarning xizmatlarimiz uchun kerakmi sen kerak bo'lsa 25-yillik so'nggi qiyqiriq mashinalar modelli mashinalarni 90-yillik mashinalarda kelib lozim ochib ketamiz momboya xizmat bo'lsa aloqa qilamiz salomat bo'linglar bizlarning xizmat kim kerak bo'lsa kerak bo'lsa aloqa qilamiz Zaporojye yo'lda momboya liboy pul yoqtirib haqamiz ketdik olgan tartibinglar aka rahmat rahmat sog' bo'ling